Assalomu alaykum. Kuzkovoy shashliklarimiz. Shashlikni doddasi birinchi yaratilishi qadimiy shashliklardan biri bu Kuzkovoy hisoblanadi. Tushunishim bo'yicha shashlik ma'nosi shesh, ya'ni sixga, ya'ni cho'pli, ya'ni cho'pga urilgan go'sht degan ma'noni bildirar ekan. Yaqinda eshitdim. Kimdir shesh, ya'ni oltilik deb tushunar ekan. Oldin porsilik bo'lgan, hozir bir donasi, bir six deb ataladi. Shuning uchun Kuzkovoy shashlik qachon bo'ladi? Kuzkovoy shashliklarga dumbachalarni qo'yib, to'qroqlarni solib shu shashlik Kuzkovoy. Toshkentda jaz, o'zimizda ko'proq Kuzkovoy, Kuzkovoy shashlik deyiladi. Men busini Xorazmda ayrim joylarda palka, ayrim joylarda cho'p, biz Samarqandda six, Buxoro tomonlarda dona, ya'ni cho'p, shu six shashliklarimiz ko'p, chiroyli qilib sixlab beraveramiz. O'zim ham shu Kuzkovoy shashlikni yaxshi ko'raman. To'g'ri, hozir yangi shashlik turlari chiqqan, qo'lyon, marorat, lekin asli eng zo'r shashlik Kuzkovoy, ya'ni Kuzkovoy to'g'ri shashlik. Bu men bilgan ma'lumotlar. Agar hatto kamchilik bo'lsa, kommentariyada yozib o'ting.